O'zbekiston stol tennisi federatsiyasi Surxondaryo viloyat bo'limi hamda viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi hamkorligida stol tennisi bo'yicha viloyat chempionati tashkil etildi. Bu safargi chempionat 13 yosh va undan kichkina toifadagi o'g'il-qizlar o'rtasida bo'lib, viloyatning barcha tuman va shaharlaridan saralangan iqtidorli sportchilar unda faol ishtirok etdilar. Bellashuvlar davomida yosh tennischilar nafaqat jismoniy tayyorgarliklari, balki tezkorlik va texnikaviy mahoratlarini ham namoyish etdilar. Ular o'rtasidagi raqobat o'ta qizg'in va murosasiz ruhda kechdi. Musobaqa yosh avlodni sog'lom turmush tarziga undash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sportga bo'lgan qiziqishlarini yanada kuchaytirish hamda viloyat terma jamoasi uchun munosib nomzodlarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Termiz shahrida sportning stol tennisi turi bo'yicha 13 yoshdagi va undan kichik yoshdagi o'g'il bolalar hamda qiz bolalar o'rtasida viloyat chempionati musobaqasi bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada Termiz shahri va barcha tumanlardan yig'ilgan sportchilar ishtirok etishdi. Ushbu musobaqada faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni egallagan sportchilar Qashqadaryo viloyatida bo'lib o'tadigan O'zbekiston chempionatida ishtirok etadilar. Bellashuvlar yakunida eng yaxshi natijalarni qayd etgan g'olib va sovrindorlar medal hamda diplomlar bilan taqdirlandi. Ma'lumot uchun aytish kerakki, Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i, viloyat stol tennisi federatsiyasi raisi Erkin Narmanov boshchiligida o'tkazilayotgan bu kabi stol tennisi musobaqalari voha yoshlari orasida stol tennisi bo'yicha professional va havaskor sportchilar safini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Sardorbek Lolayev, Ilyos Rahmatov, Zamin onlayn axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.